18 bab. Bu çağda Hazreti Eyşa'nın şagirdleri onun yeniği kelip, Erişinin patşalığıda kim en uluq dep sordu. Hazreti Eyşa yeniği kichik bir balını çakırıp, onu oturuq turg'izib, mundaq dedi. Bilip qo'yinglar ki, yomon yo'linglardan yenib, kichik bolalardek sabiy bo'lmasanglar, Erishning patşalığıga hergiz kiramaysizlar. Kim o'zini kichik bolalardek töven tutsa, u Erishning patşalığıda eng uluq bo'ladi. Kim meni deb bunda kichik bolalarni qabul qilsa, u meni qabul qilgan bo'ladi. Lekin kim manga e'tiqod qilgan bunda kichiklardan birini gunohga ozdursa, shu odam uchun aytganda bo'yniga yo'g'on tugman teshi isilgan holda dengizning eng cho'nqur yeriga cho'ktirilgani afzal. İnsonni gunohga ozdiradigan tuzoqlar tufaylidan bu dunyoning odamlarining holiga voy. Bundaq tuzoqlardan kechib qutulg'ili bo'lmaydi. Lekin shu tuzoqlarni qirg'uvchining holiga voy. Agar qo'ling yoki puting seni gunohga ozdursa, uni kesib tashla. İki qo'ling yoki ikki puting bor holda mangu o'chmas do'zax o'tiga tashlangandan ko'ra, cho'loq yoki to'kur holda mangulik hayotga erishkining afzal. Agar ko'zing seni gunohga ozdursa, uni o'yib tashla. İki ko'zing bor holda mangu o'chmas do'zax o'tiga tashlangandan ko'ra, birla ko'zing bilan bo'lsa-mu, mangulik hayotga erishkining afzal. Bu sabiylarning har qanday biriga-mu sal qarashdan saqlaninglar. Shuni aytayki, ularning arishdagi farishtalari, arishdagi otam Xudoning jamolini har doim ko'rib turadi. İnson o'g'li ozg'an odamlarni qutqizg'ili keldi. O'ylab beqinglarchu, bir odamning 100 ta qo'yi bo'lib, uningdan biri adashib qolsa, u 99 qo'yni taqqa tashlab, yelqi adashgan qo'yni izdimamdi. Bilib qo'yinglarki, agar uni tepib olsa, u qo'y uchun bo'lgan xo'shallig'i adashmagan 99 uchun bo'lgan xo'shallig'idan cho'ng bo'ladi. Shuningga o'xshash, arishdagi otanglarmu bu sabiylarning hech qaysisining ezib qilishini xolamaydi. Agar qarindishing gunoh o'tkazib qo'ysa, uning yeniga berib, savalligini ko'rsatib be. Har qanday ish ishqinglarning orasida qolsin. Qarindishing so'zingni anglasa, uning bilan yarashib olgan bo'lasan. Lekin anglamasa, sening aytganlaringning guvohchisi bo'lish uchun yana bir ikki kishini elib, uning yeniga borgin. Hamma ishda 2-3 odam guvohchi bo'lsin. Agar qarindishing ularning so'ziga quloq solmasa, ahvolni e'tiqodchilar jamoatchiligiga uqtirib qo'y. Agar ularnikiga-mu quloq solmasa, uni butparast yoki insofsiz bojgir qatorida ko'r. Bilib qo'yinglarki, sizlarning yer yuzida yo'l qo'yguninglar erishdimi yo'l qo'yilib bo'lgan bo'ladi. Sizlarning yer yuzida yo'l qo'ymaguninglar erishdimi yo'l qo'yilmagan bo'ladi. Shuni yana bilib qo'yinglarki, yer yuzida oranglardan 2 kishi bir niyat, bir maqsadda bir narsani tilab duo qilsa, arishdagi otam ularning tiligini ijobat qiladi. Chunki 2 yoki 3 kishi mening nomim bilan qayerda jam bo'lsa, men shu yerda ularning orasida bo'laman. Bu chaqda Petrus Hazreti Eyşa'ning oldiga kelib, "Hey Rabbim, qarindishimning mening oldimda o'tkazgan qancha qitimli gunohini kechirishim kerak? 7 qitimmi?" dedi. Hazreti Eyşa uningga, "Bilib qo'yginki, 7 qitim emas, 77 qitim." Demak, Erishning podshohligi chakorlari bilan hisob kitob qilmoqchi bo'lgan bir podshohga o'xshaydi. Podshoh hisob kitobning boshlig'ida uningga millionlagan kumush tanga qarzdor bo'lgan bir chakor keltirilibdi. Chakorning to'lash iqtidori bo'lmaganlikdan podshoh uningga o'zini, xotin bola joqisi va bor yo'qini setib, qarzini to'lashni buyuribdi. Chakor yerga tizilib turib, xo'jayini podshohga, "Manga kengchilik qilg'ayla, bütün qarzimni cho'qim to'layman.
deb yolvuribdi. Xo'jayinning chaqarg'i ichi og'rib, qarzini kechirim qilib, uni qo'yib beribdi. Lekin chaqar u yerdan chiqib, o'ziga bir necha tanga qarzdor bo'lgan yana bir chaqarni uchirtibdi. Uni tutib elib, bo'yni siqib turib, qarzingni to'la, debdi. Bu chaqarmu yerga tizlinib turib, "Manga kengchilik qil, qarzimni cho'qim to'layman", deb yolvuribdi. Lekin boshdagi chaqar buni rad qilibdi va uni zindonga tashiltib, "Butun qarzni to'lamaguncha zindonda yotsan", debdi. Bu ahvolni uqib, ichi intayin og'irgan boshqa chaqarlar xo'jayinning oldiga berib, ahvolni boshdan oxir xabar qilibdi. Buning bilan xo'jayin chaqarni chaqirtib, "Ey yomon chaqar, menga yolvug'uning uchun shuncha ko'p qarzingni kechirdim. Men sana ish og'ritganimdek, senmi chaqara birodaringga ish og'ritishing kerak edi-ku", debdi. Buning bilan g'azablangan xo'jayin uni butun qarzini to'laguncha zindonda yotqizish uchun vahshiy guntbaylarga topshirib beribdi. Shuningga o'xshash, agar hammanglar qarindoshlaringlarni dilinglardan kechirmasanglar, arishdagi otammi sizlarni kechirmaydi.